Yo'q, qonni artgan, qayda qon yo'q ekan. Ular olib ketmaymiz dedi. Keyin shu piyalada mana yerga urgan-ku, piyalada urgandan yorilgan. Piyala qon bo'libdi, keyin men g'alati bo'lib ketdi. Men sheyga o'tsam, keyin ham orqamda o'tib, mana yerda piyala turibdi, piyala ham qon ekan dedi. Keyin ular ko'rib ishonib, keyin olib ketdi. Mana tan olibdi-ku, mana yerda shekdi. Hammasini bo'ynimga tan olibdi. O'zi qanaqa qilib qo'l bunaqa bitta qo'l qanaqa qilib o'ziga mana shunaqa qilib qoladi Anvar aka? Biz savollar ham o'zimiz kech berdik-da. Chunki biz o'zida qo'l bunaqa qiyshiq bo'lsa, ichida bir kelgan bo'lsa, bitta barmoq ishlardi xolos-da. Telefonni ham misol uchun ushalmas edi. Endi pichoqni gapirmasa ham bo'ladi. Agar barmoqlar, qo'llar ishlaganda, onasi misol uchun o'qildan o'tirmas edi. Onasi o'zi fartik tutib, onasi har kuniga misol uchun o'qillantiradi. Barmoqlar qo'shiq ushalmaydi. Avvalambor assalomu alaykum. Mana ko'plagan hurmatli mana obunachalarim, sog'lig'inglar yaxshimi? Videoni shunday insonlar ham bordir. Bu bolamiz Chusi Sanjarbek. Mana shu bolamizni ko'pchilik yaxshi ko'rib, yordam qilib yurardi. Yaqindagina uylangandi. Mana hozir shu opamiz gapirayotgan gaplarni asl sababchi shu yaqindagina kelgan kelinni aytyapti hozir. Endi Alloh taolo bilir, hamda mana ichki ishlarimizga juda ham ko'p rahmat, juda ham tezda usullarni ochibdi, mana bekitgan joylarni tezda topibdi. Ishon pichog'i tiqqan ekan, pichog'i tiqsa, seskanib ketgan ekan. Yana 8 metrga tiqibdi. Tiqqan ekan, keyin bolam o'sha yerda o'lib qoldi, keyin mana qotib qolgan oyog'iga ham pichoq uribdi, keyin qon kiyimlar yo'q ekan, boshlarimiz chiqsa keyin. Ana shu yerga o'zi yoqib ko'mib qo'ygan ekan, ana shu yerda bordi, kirib mashinamga turib ketganlar, kim olib ketgan, bilmayman Anvar aka. Umuman uyimda turib yo'q deydi. Yursalar kelib surdi qilgandan keyin ana shu yerdan topdini to'rtga tiqqan ekan, hamma narsani bo'yniga olibdi. Nima sababdan o'ldirdingiz aka? Qo'shlarimiz mana eshitib turgan ekan. Aka, men alimi chiqib bo'ldi, mana endi olib ketasizmi degan ekan. Bu yerdagilar hech qayerga ketmaysan, mana shu yerda turasan, bular olib